Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyemizni başlaymiz. Bugünkü islağa 2024 yıl 1 ayının 25. günü haftaga Perşembe vatandaş. Bugünkü vaziyetimiz mesela Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palatasıdan 2 nefer Davlat Majlisi a'zosi, biri Cumhuriyetçiler mansubi, yana bireylen Demokratlar Partisi mansubi Tayvanni ziyorat qildi. Tayvanni ziyorat qilayotgan shu paytda Amerika Qo'shma Shtatlari dengiz armiyasining yana bir qo'g'lag'uchi parxodi Tayvan bo'g'izini o'tdi. Bunga javoban Jungo taraf 18 dona aeroplan qatim andan keyin bir necha harbiy parxodlarni chiqarib Tayvanning atrofida harbiy tahdid deymizmi, popuzi deymizmi, shundoq tahdid soldi vatandosh. Bu bir vaziyat. Ikkinchi bir vaziyat nima desangiz, tungi yoki bugun hisobda Yaponiya 200 nefer savdogarni boshlab bir o'mak tashkillab Jungoni ziyorat qildi. Buning hozirgi vaziyat biz sizlarga so'zlab kelayotgan vaziyatni aytganda ajablanadigan bir ish. Chunki yaqinda Yaponiya Filippin bilan harbiy ishlar kelishim imzoladi. Shundaqla Yaponiya Tayvanni bo'layotgan saylam ko'ngil bildiganligini bildirdi. Shundan keyin 200 nefer odamni tashkillab Beijingni ziyorat qildi desangiz, ularning qo'ydigan birinchi masalasi nima ekan desangiz, Yaponiya savdogarlarining tijorat qilish muhitini saqlash. Bunda cho'ng gapmi yo'q, chunki Amerika Qo'shma Shtatlaridan ziyorat yoki savdo vakillar umumkin Beijingga berib kelib turyotadigan misol uchun. Shunda aytganda bunaqa ajablanadigan ish emas, biroq Yaponiya bilan Jungo ikki davlat munosabatining Osiyoda tutgan o'rnidan aytganda yaqindan beri Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ittifoqdosh bo'lgan Yaponiyaning Jungoga qaratgan maydonidan aytganda bu bir tuyuqsizlik bo'lganda vatandosh. 200 dona. 200 nefer savdo sanoat boshliqlari yetaklab bir vakillar umiga Jungoga keldi. Bunun qo'ygan savoli biri Yaponiya dengiz mahsulotlarining Jungo bozoriga kirishini cheklash to'g'risida chiqargan tadbirlarni bekor qilish. Bu tadbir qachon chiqqan desangiz, oraliqda Yaponiya 2011-yildagi dengiz toshqini, yer tavrash bilan paydo bo'lgan dengiz toshqini va shu vaqtdagi atom yadro qazonlari qazini suv va uni tozalash degandek shunday bir gaplar bor ekan. Shu suvni, shu tozalangan, cheklangan suvni dengizga to'kib etdi degan gap bilan Jungo hukumati darhol uqtirish chiqarib, Yaponiyadan Jungoning bozoriga eksport qilinadigan dengiz biliq mahsulotlarini eksport qilmaydiganligini bildirgan edi. Bugun Yaponiya shu kon hisobni yangidan ko'tarib chiqibdi. Ondan sonra muhiti yaratish, qonun ijro qilganda qonun bo'lishi kerak. Yoki qalaymagan qonun tuzib, Jungoning savdo muhitini buzib etsang, bizga yaxshi bo'lmaydi degandek. Mesela Yaponiya bu davlatning o'zidan aytsangiz, tekda bir jumla so'z vatandosh. Nima desangiz, Jungoning bozor bombasi Yaponiya mavjud bo'lib turolmaydi desangiz bo'ladi. Çünkü 2018-yil 3-oyda Yaponiya aran zo'r qilib degidek diplomatik munosabat o'rnatgan 40 necha yildan beri Jungoga 18 trillion atrofida Yapon puli yo'q, 1 trillion 800 million atrofida Yapon puli bilan Jungoga yordam, haqsiz yordam qilgan gap vatandosh. 40 yil mobaynida deyli. Haqsiz yordam qilganga. Masalan, Jungoning doktorxonalari uskunalar, Chawshingpo deydigan tekshirish bir nimalari yoki dori-darmon mahsulotlari yoki doktorxona aslahalari bütün Jungo mamlakatida
1 milyar 400 milyon xalq tekshirilgan, kesel tekshirilgan asablarning hammasini en asaslı Yaponiya badi deseniz buldu. Haksız badi deysiz bunu vatandaş. Yani şu Yaponiya. Ondan azı Tayvan boğuzu, bütün dünya şunu deyişivatkan, şunu sözüşivatkan hatta Yaponiya özü mü? Şunun katlaşıp duruvatkan bir vaxtda. Tuyuqsuzlu 200 adamın, 200 nefer. Saudigarning Beyjan'ı ziyaret. Tünigillerden nimdi doksaga bütün Yaponiya şirketleri Cungo'da çekinip çıktı dedi. Onun üstüge yani manan qarab turun ha. Manan qarab turun ha. Bugün 200 nefer vekiller ümigi Beyjan'ı ziyaret qilishga keladigan kelaryapti dedim u ya hozir badim shundaqki Yaponiyaning. Mana bugün Sushahona xabari qarang ha. Davr bilguch iqtisod hodisasi. McDonald Amerika'da bir tizdamak şekli başı. Citibank Amerika'nın chet ellerdeki çoğun bankası ise bu bankının ticareti neme bunu bilememiz. Bankı üzdün ticareti bu. Ya ki bank kurgan şirket mi bunu bilgin olmaydı. Demepti şu an bilemedim vatandaş. Coca-Cola dedi kanali içimlik. Ve Jolly Pop onun İngiliz tercümesi tapamadım. Xitay şunda yaptı. Katarlı şirketler bunların hemisi Amerika'nın şirketleri. Bunlar şirket olganda kündülük yemek içmek atardık şirketlerde vatandaş. Adam şu vaxt uzaklanırdı o. Deli şunun kereklik boğan, şunun kereklik boğan yemek içmek ne? İşlep çıkardıgan şirketler bugün Cungo'dan uzul kesel çekinip çıkıdığallığını ilan kıldı. Sushahua 1. ayının 25. günü YouTube. Amerika şirketleri Cungo'da çekinip çıkıvatıdı. Yaponiya 200 nefer savdogarni tashkillab Cungoni ziyorat qilishga vatibdi. Uning ustiga Jungo paychak tugidi vatandash. Paychak degan tugishib ketdi. Paychak bozor tugidi. Mushunda ahvol yana bir qatim yordam berishga bo'ladimi ya? Yaponiya Jungoga yana bir qatim yordam berishga masalan bozorni qurish, bozorni parvish qilish, bozordan foyda olish, bozordan bajalash. Bu şundaq devletler oturur ki siyaset dep atılır eken vatandaş. Mesela bazarını pervişleş, perviş kılış, bazarını perviş kılış, hele kadar haksız pul veriş, yardım veriş. Bu bazarını perviş kılış. Ötken yılı 2023 yılda Amerika Koşmuş Ştatları Cungo'nu terakki kılıvatkan devlet. Dige isimlikte uçurup taşıdı. Çıkarıp etti. Şuna kaçlar sözlü vatandaş. Yani Japonya'nın bu işine hayran kaldım. Ondan hazır Cungo'nun ahvalidagi bir gap yana nima desiniz? Hazır Beijing'de manan qarab turganda Beijing hech qachon bugünkidek rahbarni, hech qachon bugünkidek darajada har soha, har kasblar kasatlashgan emas. Bundaq kasatlashgan emas. Mavzuli xabar 1. ayının 25. gün Vanvet orbiti e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Ben Beijing'de hizmet kılgan bir neçe yıldan beri ki hayatqa qarasam, seliştirsam köplügen şehirlerde hizmet kılgan tecrübem bilen eysam dep başlaydı xabar yazgıcı. Beijing hiç kaçan bundaq kasatlaşkan emas. Beijing şehri yuqori derecede buruqtum. Beijing şehri yuqori derecede kasatçılık. Beijing şehri hayattaki canlılık, tetiklik ve hayatın melodiyasını bütün yo'qotgan, tugeşken bir kasatçılık içine kirib kalgan bir şehirge aylanıp kaldı deydi mana haber. Buna da misal nima desiniz vatandaş? Tsinghua Üniversitesi, Beijing Üniversitesi gazı kirişi, çıkışı adamlarına çeklendirir. Ya kirişin var, çıkışın yok. Ya çıkışın var, kirişin yok. Bu ne bir gap vatandaş? Etrafındaki ali mektepler ve orta mektepler, başlangıç mektepler geçiyor. Bu ketdi mi? İkinci olan bazı halk vekiller kurultay zalının etrafı deydi. Sen burayı yakın verip süretle tartalaytın. Hazır onda iş yok deydi. Halk vekiller kurultay binasının etrafını Rişat Kılap boldi deydi.
Arandan keyin Tiananmen meydani, bütün meydan etraf bütünle reşatka koyulup to'siq paydo qildi dedi. Sebep nima bu vatandaş? Bahar bayram yetib keladi, 2 ayning 9-10 kunlari atrofida deyli. Endi keldi, atogin keldi. Qani shuningga tayyorlik qilyapamdi. Bahar bayramiga tayyorlik qiladigan odamlar po'jangiz deganni etib xo'shal, haromlik bunday kayfiyatga tushmay bu qandoq qilgandi bu Tiananmen maydoniga kelib po'jangizni etib o'ynaydigan xanzolarning maydoniga kirmaydigan qilib atrofiga reshatkalarni qo'yib nima bo'lganda vatandosh? Acayip gapkini. Bu kasatçılıkta bugün canının nazarında torbetide umumi şundak dedi. Mesela dedi Amerika'da matbuatlarda hazır çünkü kasatçılık devrine kirip geldi dep yazdı dedi. Yazdı dep aşındak gösterdi demek bu haber manazır bu YouTube nimo vermiyor torbetideki haber bu kasatçılık. Yukarısı Amerika matbuatlarında ismini etmepti. Muşa ahval Azerbaycan'ın vaziyeti vatandaşım. Andın Tayvan'da ötküzülgen saylamdan keyin, el başta ayttık o Tayvan boğuzun Amerika'nın harbiy parxoti bösüp ötdi yoki kezib ötdi deganda shu vaqtda hozir Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisidan 2 nafar dedikmi? Devlet Meclis a'zolari Tayvanni ziyorat qildi. Bu ziyorat jarayonida yangi saylangan prezident Lay Ching-te bilan ko'rishdi. Ko'rishgan Lay Ching-te dedi, tinchlik, muqimlik, hozirgi holatni saqlash dedi. Bu hozirgi holatni saqlash dedi. Masalan, bu ziyoratga yetib kelgan Davlat Majlisi Avam palatasi Tayvan işxanasida, Tayvan komiteti degidek bir narsa deyli. Şunun yaqinroq bir Tayvan mavzusiga munosabatlik Davlat Majlisida. Ashunaq bir guruh bor ekan, şunun raisi ekan. Bu kishi Mario Diaz. Balarat. Mario Diaz Balarat. Bu Cumhuriyetçiler Partisi mensubi. İkincisi Mario Diaz Balarat. Bu Cumhuriyetçiler Partisi. Ani ikinci nefer Devlet Meclisi a'zosi Avam Palata mavzu Tayvan mavzusi alaqadar ortaqlay reislerden teşkillengen bir vekiller ümügi Tayvan'ı ziyaret kıldı. Şu ziyaret jarayonida dedi ki Lay Ching-te 3 şuarını mesela Sayın devrede tekrarlagan 3 şuarını. Yani bu tekrarlı değil ki muqamlıq teşlik degenini. Mario Alarit bu kişi Cumhuriyetçiler Tayvan doğrusu söz degende siz bugünkü bizden vekiller ümügümüzden şunu görüp alaysız ki biz bugün hazır hem kelgüsü hem iki partiye Amerika'da Tayvan'ı kollaymiz. Bunun sebebi nima desiniz? Hazır saylamga tushganiga tayyorlik qilayotgan burungi sobiq prezident Donald Trump yaqinda saylam jarayonida qo'yilgan Tayvan to'g'risida qo'yilgan bir savolga javob berganda siyosat to'g'risida gap qilmadi. Dediki hozir tayjidiyan yani Tayvan texnika ve başka cihat hazır Amerika'nın menfaatini egallab ketdi degandek bir og'iz gapni qildi-ku. Shuningdan keyin bular Amerika Davlat Majlisining a'zolari Tayvanni ziyorat qilib, mayli qandoq kelgusi bo'lsa, shu kelgusining o'ziga mansub deyli, Amerikaning Tayvanga ko'ngil bilishi va Tayvanni qo'llashi hargiz o'zgarmaydi degan bir og'iz gapni qildi vatandosh. Shuning bilan bugun sizlarga bizning so'zlaydigan vaziyatimiz mana shu. Eng oxirgi gap nima desangiz bor-ku? Elaqa kasatçılık bu nəhayət ağır gap. Nemişqa desangiz bir cemiyet, bir devlet iqtisadi cihat ve onunla bağlı qaldı. Siyasetga bağlı qaldı. Mesela sen Tiananmenning atrofiga reshat qo'yding degan buning ma'nosi nima? Iqtisod bilan hech qanday munosabati yo'q siyosat degan gapda.
Demek Teyammüm meydanına kildiğin adamlarını bir kirgizmaymiz degan gapdan. Hozir Tsinghua Universiteti, Beyjing Universiteti kiraleysan, chiqalaysan cheklendi. Kirish chiqish cheklendi degan gapda. Bu iqtisodga munosabetsizki bu. Bu butunlay siyosatga munosabatli ish da vatandosh. Hozirgi Jungoning vaziyati, men bugungi vaziyat sizlarga yetkazdim. Bugungi vaziyat mana shunday iborat o'tadi.